Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oilam qayerda va millat navbati nomidagi norozilik namoyishi davomlashmoqda. Tailand turmisidagi Uyg'urlarning ahvoli diqqat qo'zg'amoqda. Amerika parlamenti a'zosi Xitoy kompartiyasini davlat alqagan jinoiy tashkilot qilib bekitish kerakligini o'tirib qo'ydi. Muhojiratdagi o'smirlar dunyo musobaqalarida chempion bo'lmoqda. Erdo'g'an kishilik huquq harakat planini o'tirib qo'ydi. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bo'lsin. Xitoy turmisi və lagerlər qamalğan urug' tuqqanlarning və ailəsinin izdirikini qilish uchun İstanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida 70 kundan buyon davom qilayotgan Oilam qayerda millat navbati nomidagi norozilik namoyishi qor va yomg'ir yog'simi to'xtamay davom qilmoqda. Bu namoyish hech bir tashkilotning o'rlashtirishi bilan bo'lmasdan, balki xalq o'zligidan tashkillanib o'rlashtirilgan bo'lg'achqa, qor yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa-mu namoyishchilar qo'llarida oy yulduzliq ko'k bayroq bilan Xitoyning turma va lagerlari qamalgan urug' tuqqanlarning rasmlarini ko'tarib, Xitoyning İstanbuldagi konsulxonasi oldida jam bo'lgan. İstanbuldagi har qaysi Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlarining rahbarlari, a'zolari va hech bir tashkilotga a'zo bo'lmagan xalq ommasi bo'lib, ko'p sonli kishining qatnashishi bilan birlik, barobarlik ichida har kun izchil davom qilmoqda. Namoyish jarayonida Erkin Osiyo radiosi, Yevropa Ero xabarlari, BBC, CNN qatorliq xalqarodagi noposliq axborot o'rinlari namoyishchilarni ziyorat qilib, dunyo tashviqot sahnasida Uyg'urlarning kuchli ovozi bo'lib kelmoqda. Namoyishchilar qahrton qishning qattiq sovuqlarida, ba'zi vaqtlarda qor ostida, ba'zida yomg'ir ostida qoldi. Ammo hech bir kishi shu namoyish maydonidan ayrilmay tik turdi. Ular zolim Xitoy oilam qayerda degandek shiorlarni yangritib, atrofni zilzilaga soldi. Cho'ng yo'ldan o'tayotgan kishilar orasida ularni qo'llaydiganligini ifodalab, mashinasining signalini chilib va yoki qo'l ishorati qilib o'tib ketganlarmi bo'ldi. Namoyishchilar orasida 60-70 yosh atrofida yashanib qolgan Uyg'ur bovoy-momaylar, hatto kichik bolalarmi bor edi. Turkiyada izchil holda davom qilayotgan Oilam qayerda millat navbati namoyishi dunyoning har qaysi ellariga kengaymoqda. Belgiya Uyg'ur jamiyati, Avstraliya Sharq Turkiston jamiyati, Amerika Uyg'ur birlashmasi, Yevropa Sharq Turkiston birlik tashkiloti, Germaniya, Gollandiya, Norvegiya, Kanada qatorliq davlatlarda yashayotgan Uyg'urlarni namoyish qilib, Xitoyning Uyg'urlar qaratgan qirg'inchiligini aybladi va dunyo jamoatchiligini Xitoyning qilmishlarini to'xtatish uchun amaliy harakat qo'llanishga chaqirdi. Ikki ming 13-yili zo'r turkumdagi Uyg'urlar Tailandga kelib panoh tilmoqchi bo'lgan. 2015-yili ayollar va bolalar Turkiyaga avatilib, 120 kishi Xitoyga qaytarilgan. Hozir Tailandda 50 atrofida Uyg'ur bor bo'lib, ayrim kichik guruhga bo'linib, o'xshamagan joylardagi ko'chmanlarni tutib turish markazlari qamalgan. Sababi bo'lsa Tailandga qonunsiz kirish deb qaralgan. Tailandning Xitoy bilan bo'lgan munosabati yaxshi bo'lg'achqa, 2015-yili Tailand hukumatı 120 Uyg'urni Xitoyga qaytargan va dunyoning har qaysi joylaridan besimga uchrab ayblangan. Tailand hukumatı Uyg'urlarning musofirlar huquqi, kishilik huquq va insoniy huquqqa daxli taruz qilgan. Tutib turilayotgan Uyg'urlarning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar mahkamasining amaldori va Fuqarolar jamiyat tashkiloti bilan ko'rishishni cheklagan. Yaqinda bu tutib turilayotgan Uyg'urlarning ahvolidan xabardor bo'lgan Tailanddagi diniy tashkilotlar Uyg'ur masalasiga ko'ngil bildigan yaxshi niyatli kishilar va shu qamoqda turayotgan Uyg'urlar Tailand hukumatiga talab sungan. Shundaqla yaxshi javoblarga erishgan. Tailand hukumatiga sunilgan talablar bo'lsa, 1. Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilmasligiga kafolatlik qilishi. 2. Uyg'urlarning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar mahkamasi xizmatchilari bilan ko'rishishiga va musofirlik salohiyatini iltimos qilishiga yo'l qo'yishini. 3. Uyg'urlarning normal musofir sifatida ko'chmanlar idorasining sirtida qilishi hamda shahar musofirlarining o'lchamli huquqiga ega bo'lishi kerak. 4. Turmadagi musulmonlarning halol yemaklarining huquqi yoki boshqalarning ularga tomoq akab berishiga yo'l qo'yish huquqiga ega bo'lishi kerak. 5. Tailanddagi fuqarolar jamiyati tashkilotining ko'chmanlar idorasida ularni ziyorat qilishiga yo'l qo'yilishi kerak. 6. Tailandning Uyg'ur panoh tilguchilar bilan aniq siyosati bo'lishi kerak. 7. Ularning 3-davlatni talab qilish huquqi bo'lishi kerak deganlar talab qilingan. Fevral kuni Amerika parlamenti a'zosi Scott Perry konservativlar harakat yig'inida Biden hukumatining Xitoy kompartiyasini davlat alqagan jinoiy tashkilot qilib bekitishga, Amerika shirkatlarining Xitoy kompartiyasi bilan aloqa qilishini cheklab, Amerika Adliya ministerligini Xitoy kompartiyasi amaldorlarini arz qilishiga sharoit hozirlab berishga chaqirgan. Scott Perry so'zida Amerikaning tirik organlarini yig'ib oladigan, gunohsiz kishilarni jazo lagerlariga mahkum qiladigan, kishilik huquqini dafsanda qiladigan jazonixo'r Xitoy hukumatini qo'llamaydiganligini, Xitoy kompartiyasining Amerika va dunyoni vayron qilayotganligini, Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa turk millatlarga qartilgan kishilik huquq dafsandachiligi, tirik organ yig'ish jinoyati, Amerikadagi bilim mulk huquqini o'g'irlash,
Meksika orqali Amerikaga zaharlik chekimlik va cheklangan dorilarni import qilish qatorliq jinoyatlarni amaliy misollar bilan o'tirib qo'yib, Xitoy Kompartiyasining bir qora niyat jinoyat guruhi ekanligini ta'kidlagan. Uningdan boshqa 2 fevral Amerikaning sobiq davlat ishlari kotibi Pompeo Konservativlar partiyasining siyosiy harakat yig'inida Fox kanalining ziyoratini qabul qilib, Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistonda yurgizayotgan buzg'unchilik qilmishlarini ayblab, agar Xitoy Kompartiyasi irqiy qirg'inchilik jinoyat o'tkazdi deb ayblanmasa yoki jazolanmasa, dunyo va xalqaro adolat yo'lini yo'qotgan bo'ladi degan. Muhojiratda yashayotgan Uyg'ur farzandlarini yaramliq avlodlardan qilib tarbiyalab chiqish uchun ularning milliy va diniy kimligi bo'yicha tarbiyalanishiga alohida ahamiyat berishdan sirt yana har xil sohalarda qiziqish bo'yicha tarbiyalanishiga ahamiyat berilmoqda. Muhojirat yashayotgan Uyg'ur o'smirlari tanharakatning har xil turlari bo'yicha jumhuriyatlik, Osiyo va dunyo musobaqalariga qatnashib zo'r natijalarga erishib kelmoqda. Bo'libmi boks va braziliyacha jiu-jitsu, ya'ni erkin chelishish va mushlishish bo'yicha chempion bo'lganlar ichida o'smir qizlar bor bo'lib, boshqalar bilan bir qatorda alohida tirishchilik ko'rsatib kelmoqda. 2021 yil 1 fevraldan 7 fevralgacha Almuta shahrida o'tkazilgan qizlar orasidagi 46 kilogramm salmoqdagi boks musobaqasida mamlakat bo'yicha 400 dan ortiq tanharakachi qatnashgan. Mazkur musobaqaga Uyg'ur o'smirlari qatnashgan bo'lib, Almuta viloyati Amgakchi Qozoq noyisining Qoramiyasidan kelgan Uyg'ur qizi Alanur Turg'anova o'z raqibi bo'lgan tajribali bokschini 3-maydon musobaqada yengib, Qozog'iston chempioni bo'ldi. Egilishimizcha tanharakatning braziliyacha erkin chelishish va mushlishish turi Nur-Sulton shahrida faoliyat berayotgan Alliance Akademiyasi tomonidan tashkillangan. Qozog'iston, Shvetsiya, Turkiya, Kanada, Amerika va boshqa davlatlarda yashayotgan Uyg'urlar farzandlarini fan ilmlarida, go'zal dinimizda, urf-odat, madaniyat, san'at, qoida-usul, insonlik, vatanparvarlik tarbiyasi jihatlarida alohida kuch chiqarib, vatan bo'lsa onam, davlat bo'lsa dadam degan ongni singdirib, Sharq Turkistonga yaramli kishilardan qilib tarbiyalamoqda. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Medeniyet Merkezi'de ötkazilgan Kişilik Hukuk Hareket Planını tonuşturuş yig'inida muhim so'z qilib, Kişilik Hukuk Hareket Planının tayyorlanishini belgilagan omillarning aslida xalqning ehtiyoj va talablari ekanligini bildirib, Kişilik Hukuk Hareket Planının 2 yil ichida ijro qilinishi uchun tayyorlanganligini eskartib, erkin g'oyaga shaxs, kuchlik jamiyat, demokratik Turkiya bo'lish sifatida belgilangan hareket planının 11 asosiy prinsip bilan boshlanganligini ta'kidlagan. U oldi bilan oldingi 3 prinsipni rad etgan. Birinchi, inson tug'ilishdan ega bo'lgan voz kechalmas haq-huquqlar bilan yashaydi. Davlatning tub maqsadi va vazifasi bu haq-huquqlarni qo'g'dash va taraqqiy qildirish. Ikkinchi, inson qadr-qimmati butkul haq-huquqlarning mohiyati bo'lish sifatida qonunning kuchli qo'g'dishi ostida bo'ladi. Uchinchi, til, irqi, rangi, jinsiyati, siyosiy tushunchasi, falsafaviy e'tiqodi, dini, mazhabiy va buningga o'xshaydigan sabablar bilan har qanday ayrimchilik qilishga bo'lmaydi. Hamma kishi qonun oldida barobar. Kişilik hukuk hareket planının qolgan 9 maqsadi tövəndikidək rədki tizildi. Birinci, texmi kuchlik kişilik hukukni qo'g'dash tuzumi. Ikkinchi, sotning mustaqilligi va adil sotlanish huquqini kuchaytirish. Uchinchi, qonuniy oldin faraz qilish va ochiq oshkorlik. To'rtinchi, fikr qilish, tashkillanish va diniy erkinliklarni qo'g'dash, shundaqla taraqqiy qildirish. Beshinchi, kishining erkinligi va bexatarligini kuchaytirish. Oltinchi, kishining moddiy va ma'naviy butunligi bilan shaxsiy hayotini bexatarlik kapolat ostiga olish. Yettinchi, mulk huquqini texmi unumli qo'g'dash. 8. Ojiz qatlamlarni qo'g'dashni va jamiyat farovonligini kuchaytirish. 9. Kishilik huquq masalasida yuqori saviyalik ma'muriy va ijtimoiy ongni kuchaytirishdan iborat. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.